Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Bugun men sizlarga bolalarda ko'p uchrab turadigan kasalliklardan biri, ya'ni chov churrasi haqida qisqacha hamda o'rinli bo'lgan ma'lumotlarni berishni ma'qul deb topdim. Sababi bu kasallik juda ham ko'p tarqalgan. Ko'pchilik farzandida chov sohasida bo'rtmalar, shishlarni kuzatib turadi. Ba'zan ahamiyat beramiz. Ba'zan bu narsaga jiddiy qaramaymiz. Shu kasallik to'g'risida qachon operatsiya qilish mumkin, qachon operatsiyani kechiktirish mumkin, operatsiya qilmasak nima bo'ladi, qanday qilib davolanish mumkin, qanday qilib operatsiya qilinadi, shular haqida batafsil ma'lumot berishni niyat qildim. Chov churrasi bu qorin bo'shlig'idagi a'zolar, asosan ichak va katta charvining chov kanali orqali moyak bo'shlig'i tomonga qarab tushishi, moyak bo'shlig'ining ichiga kirib kelishi bu churra deyiladi. Bu o'g'il bolalarda ko'proq uchraydi, qiz bolalarga qaraganda, lekin qiz bolalarda ham uchrab turadi. Ko'pincha bu kasallik bir tomonlama bo'ladi, ikki tomonlama uchrab turishi ham mumkin. Bu kasallik tug'ma bo'ladi. O'g'il bolalarda, qiz bolalarda yoshlik davrida siz shu narsaga ahamiyat qildingizmi? Bilingki, bu kasallik tug'ma. Hattoki ba'zi bolalarda ota-onalarning ko'pchiligi qo'rqib doktorga yugurib borishadi. Ba'zi holatlarda tug'ilgan payt chaqaloqlarda yong'oq sohasida juda katta grijalar bilan tug'ilishadi. Moyak sohasidagi churralar bilan tug'iladi. Bugungi videomizdan maqsad aynan qanday holatlarni operatsiya qilish, kechiktirmasdan talab qilinadi, qanday holatlarda kuzatish mumkin. Bola masalan tug'ilgan payti churra bilan tug'ilgan bo'lsa, kechiktirish zarurmi, zarur emasmi, shularni ham batafsil sizga aytmoqchiman. Xullas, churrani kelib chiqish mexanizmini tushunib oldik. Churra tug'ma bo'lar ekan hamda o'sha chov kanaliga ichak a'zolari yoki qorin bo'shlig'idagi yog'ni tushishi oqibatida yuzaga keladi. Buni mana o'zi ko'pchilikka doim aytaman, o'g'il bolalarda, qiz bolalarda jinsiy to'qimalar, ya'ni jinsiy hujayralar rivojlanishi buyraklar urovingda boshlanib, pastga qarab rivojlanib keladi. Homiladorlikning 6-7 oylariga kelgan muddatda o'sha qorin bo'shlig'idagi jinsiy a'zolar moyak bo'shlig'iga tushadi. Shu tushish jarayonida qorin parda bilan o'ralib tushadi. Qorin pardaga o'ralib tushgandan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin qorin parda to'liq bekilib ketishi kerak. Shu kanal bekilmasligi natijasida ochiq qoladi va u yerga bo'shliq bo'lgan joyga, ichak hamda yog' tushishiga yaxshi imkoniyat beradi. Bola yig'lagan payti, kuchanganda, ba'zi bolalarda masalan ich qotishga moyillik bo'ladi. Shuni natijasida doimiy qorin bo'shlig'ida bosim ortishi natijasida o'sha a'zolar, masalan yog', ichak qorin bo'shlig'idan moyak bo'shlig'iga tushib, bo'rtib ko'rinib qoladi. Xo'p, qanaqa klinik belgilar beradi? Birinchi navbatda bu chov sohasida shish paydo bo'ladi. O'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham buni yaqqol aniq ko'z bilan ko'ra olishimiz mumkin. Ikkinchi navbatdagi belgilari bular og'riq bo'lishi mumkin. Og'riq ba'zi bolalar, masalan, gapira olmaydigan bolalar, hali tili chiqmagan bolalar og'riqning lokalizatsiyasini aniq ko'rsatib bera olmaydi. Og'riq haqida aytmaydi, injiqlik, bezovtagarchilik bo'ladi. Katta bolalar, ya'ni boshqa katta bolalar, gapira oladigan bolalar og'riqni aniq sizga tushuntirib beradi. Mana bugungi keysimizda ham bitta yigitchani operatsiyaga oldik. Operatsiyada muvaffaqiyatli o'tdi. Bunda ham 10 yoshli yigit chov sohasida shishlar paydo bo'lishiga o'zi ahamiyat qilgan, ota-onasiga aytgan, ota-onasiga ahamiyat bermagan. Mayli, o'tib ketadi, bolam qo'yavergin degan oddiy narsa bilan. Lekin yigitcha o'sha ota-onasini doktorga meni oldimga olib kelishga majburlagan, olib keldik, ko'rdik. Sababi bola kurash bilan shug'ullanadi. Kurash bilan shug'ullanish natijasida o'sha kirgan ichak o'tda shishib, yog' bilan shishib, siqilgish holatiga olib kelgan, ya'ni siqilgan churraga aylangan. Qachon siqilgan deyiladi? Mana shu joyda aytib ketish kerak. Churralar ba'zi paytda siqilgan bo'ladi. Ya'ni kirgan ichak mahsuloti yoki yog' mahsuloti kirgandan keyin qaytib chiqib ketadi. Ko'pchilik buni biladi, o'zi churra haqida aniq tushunchasi bor. Kirgan narsa qaytib chiqib ketadi. Bu narsada holatda xavfli emas. Kirib chiqib yursa xavfli emas. Lekin kirgan narsa qaytib chiqmay qolsa, bu juda ham xavfli. Siqilgan churra deyiladi. Bu churralar
tezkorlik bilan bartaraf qilishni, tezkorlik bilan operatsiya qilishni talab qiladi. Bugungi videomizda aynan bolalar mavzusini ko'targanmiz. Kattalarga umuman daxli yo'q, chunki bolalarda operatsiya qilish, davolash umuman kattalarnikidan to'liqligicha farq qiladi. Shu holatlarda, masalan, siqilgan holatlar bo'lgan paytda bolangizda bezovta bo'lyaptimi, og'riq bo'lyaptimi, даже ba'zi holatlarda chov sohasini terisini ustida, ya'ni siqilgan churra ustida qizarish holati ro'y beradi. Bu o'ta xavfli holat belgisi hisoblanadi. O'sha turgan a'zolar yallig'lanishi, nekrozlanishi, chirishiga, hatto ichakning o'ta qo'pol darajada shikastlanishiga olib keladi. Bunday holatlarda tezkorlik bilan operatsiya qilib, ma'lum bir holatlarda ichakning ma'lum bir qismini rezeksiya qilinishiga, demak, yoki kolostomalar chiqarilishiga, bolalarda kolostomalar, ya'ni axlat chiqadigan teshiklarni qornoqol chiqarib qo'yilishiga ham olib kelishi mumkin. Shunday holatlar ro'y bermasligi uchun albatta shu bolangizda qorin sohasida churralar borligiga ahamiyat qildingizmi, shish borligini ahamiyat qildingizmi, zudlik bilan shifokorga ko'rsatib, masalan, bolada qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, albatta buni birdan bir chorasi, demak, bu jarrohlik usuli hisoblanadi. Jarrohlik usuli yordamida davolab, uni korreksiya qilib, bartaraf qilgan eng ma'qul, demak, yechim hisoblanadi. Og'riqsizlantirish masalasiga keladigan bo'lsak, og'riqsizlantirish albatta bolalar uchun eng optimal variant bu umumiy og'riqsizlantirish ostida qilinadi. Ya'ni umumiy narkoz beriladi. Bolaga intubatsion narkoz berib, sababi bola umuman og'riq sezmasligi kerak, bola uchun komfort bo'lishi kerak. Odatda amaliyotdan keyin biz o'sha kun o'zida yoki bir kun bemorni nazorat qilib uyga javob beramiz. Hozir mana amaliyotdan o'zingiz ko'rishingiz mumkin qanaqa qilib bajarilishini. O'g'il bolalarda chov churrasi qiz bolalarga qaraganda 5 martadan 7 martagacha ko'p uchraydi. Sababi o'g'il bolalar ayniqsa jismoniy aktivlikda bo'lganligi uchun. Keyin demak, o'g'il bolalarda churrani uchrash sabablaridan birinchisi bu tug'ma, ayniqsa kichkina bolalarda. Sababi qorin bo'shlig'i bilan moyak bo'shlig'i o'rtasida demak bog'lab turuvchi pahri kanal bo'ladi. Demak, urug' tizimchasi, shu urug' tizimchasining ichida demak qorin parda, shu ona qorinda rivojlanayotgan paytda bitmaydi oxirigacha. Shuni bitmasligi oqibatida demak qorin bo'shlig'idagi a'zolar moyak bo'shlig'iga bemalol tushishiga imkon yaratiladi. Bu tug'ma kasallik. Shuni oqibatida shu kuchangan paytda, zo'riqqan paytda, ayniqsa unaqa 10 yoshdan oshgandan keyin zo'riqqan paytida bolachalarda mana shunaqa churralar kelib chiqishi mumkin. Demak, buni bartaraf qilishning birdan bir yo'li bu faqat xirurgik amaliyot bilan bartaraf qilinadi. Hech qanaqa muolajalar, massaj, fiziolecheniyalar hech qanaqasi yordam bermaydi. Qorin pardani bo'ylab oldik. Sababi mana shu parda uncha endi ko'rinmasa kerak, kamerada yaxshi. Mana shu parda demak qorin bo'shlig'i bilan moyak bo'shlig'i o'rtasidagi translyatsiya bitib qolmagan. O'zi aslida mana shu parda homiladorlik davrida bitishib yo'qolib ketishi kerak. Hozir mana ichi polus bo'yotibdi buni ichi. Mana ichi polus, ichida anaqasi bor. Demak, kanal teshigi bor. Shu teshikdan grija massasi, yog'mi, ichakmi kirib chiqib turaveradi. Hozir buni bartaraf qildik mana. Yopib bekitdik, bo'ldi. Xudo xolasa, tuxumchasi joyida turibdi mana. Bo'ldi, shu. Pahri kanalni endi bitta bunaqa qilamiz, plastika qilamiz, yaxshilab Martin usulida qilinadi bolachalarda. Bilan operatsiyamiz yakun. Обработка bersangiz bo'ldi. Operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlab oldik. Mana operatsiyadan keyin mana shunaqa kosmetik chop qo'yib qo'yamiz. Operatsiya bo'lgan izi ham bolachada deyarli bilinmaydi. Choklarni ham oldirish kerak emas. Hammasi yaxshi, zo'r. Hammaga rahmat. Mana ko'rib turganingizdek, hozir amaliyotni yakunlab oldik. Demak, amaliyotdan keyin ko'pchilik bemorlarni qiziqtiradigan savol, churra qayta takrorlanishi mumkinmi deyiladi. Ha, takrorlanishi mumkin. Albatta buning uchun ma'lum bir vaqt davomida demak bemorda o'sha talab qilinadigan demak me'yorlar bor. Bular birinchidan asosiy churra hosil bo'lishiga sababchi bo'ladigan narsalar bular: ich qotishi, qorin ichida bosimni ortishiga sabab bo'ladigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Shularni bartaraf qilishimiz kerak. Ya'ni bolalarda ba'zan odatiy gijjadan ham ich qotishi, doimiy ich qotishi olib kelishi mumkin. Ya'ni ichaklar faoliyatini buzilishiga olib kelishi mumkin. Aynan shuning uchun gijjalarni, ich qotishlarni yaxshilab davolab, bolada qorin bosimini ortishini oldini olishimiz kerak.
Yana bitta tomonlardan biri o'sha bolada qayta takrorlanmasligi uchun demak og'ir yuklamalar ko'tarish, ya'ni o'sha masalan o'rta yoshdagi bolalarda, ayniqsa 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar masalan chiniqishlarga, jismoniy demak mashqlarga juda ham moyil bo'lishadi, shularni qilishga qiziqadi. Shulardan ma'lum bir vaqt davomida chegaralab qo'yamiz. Maktabda ham jismoniy darslardan chegaralanish bo'ladi bolalar uchun. Odatda bir oydan keyin qayta nazoratda ultratovush tekshiruvda ko'riladi. Demak, choq sohasini oddiygina o'zi tekshiruv orqali aniqlash mumkin. Aytgancha, buni faqat ultratovush tekshiruvini o'zi yetarli. Tashxis qo'yishda ultratovush tekshiruvini o'zi yetarli. Ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab, o'zi orqali aniq xulosa qo'yishimiz mumkin. Agar sizlar o'zlaringizda qanaqadir qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, shu bolangizda churra bo'lsa, shu bo'yicha onlayn maslahatlar olmoqchi bo'lsangizlar, to'g'ridan to'g'ri o'sha pastdagi raqamlarimizga yoki demak direct orqali yozsangiz yoki izohlarda fikringizni qoldirsangiz, bolangizdagi masalan holatni tasvirlab bersangiz, rasmini jo'natsangiz, qo'ldan kelgancha demak to'g'ri maslahat berishga hamda sizlar bilan birgalikda bolangizdagi kasalliklarni davolashga hamda ularni oldini olishga demak harakat qilamiz. Agar videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, unga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, shunaqa demak churrasi bor tanishlarga yuborib qo'yishni unutmang. Sog' va salomat bo'ling.